Ah, bu qachon keladi endi? Ey brat, qaravoring, men keldim. Keldingmi? Yaxshi keldingmi? Normal. Aytgan narsalarni olib keldingmi? Olib kelganman. Mana qarang. Tak qarab ko'ring hammasini. Menimcha hammasini aniq olib kelganman. Bo'ldi, hozir ko'ryapman. Tak, yana bormi? Albatta, mana hozir tashlayapman. Tak, pulni tayyorlayvering. Pulni naqd bermasangiz bo'lmaydi. Men pulni olib ketishga kelganman bugunga. Albatta beraman mana pulni. Tak, qara, sanava pullarni. Tak, bo'ldimi? Boshqa narsa bermaysanmi? Mana oxirgisi. Tak, pullaringiz hammasi to'liq. Bo'ldi, gap yo'q. Faqat hech kimga aytib qo'yma bu narsalarni. Tushundingmi? Bu sir bo'lib qolsin o'rtamizda. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'pti brat, yana kerak bo'lsa aytasiz. Bo'pti, boraver. Hech kim bilmasin, nima bo'lsa ham. Mayli, ketdim uyimga. Tezroq borib bu narsalarni joylashtirib yashirib qo'yay-da. Ketdim. Voy belim ishib qopti-ku. No ertalab bo'lib ketibdi. Vaqtida uyg'ondim. Bugun hammasi joyida. Elektr energiyani tejaymiz har doimgida. Yo bismillah deb bir Telegramga YouTube'ga kiray avval obunachilarimiz ko'payibdimikan? Yo'q. Nimaga bunaqa? Videolarimni 10 ming, 20 ming, 50 minggacha ko'ryapti, lekin obunachilar 300, 400 ta. Bu insofdan emas-da. Endi nima shu hamma obuna ko'rmaydi. Obuna bo'lish tugmasini bosish shunchalik qiyinmi? Shu 5 santimetr pastda turgan narsani bitta bosib qo'yish nimasi qiyin? Mana shu obunachilarga tushuntira olmayapman-da. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha yana Jo'xa. Короче, jigarlar, sizlardan juda ham xafaman. Chunki videoni aytganimdek 15-20 ming kishi ko'ryapti, lekin obunachilar 300 ta. Bu juda ham loy degani. Jigarlar, sizlardan bitta iltimosim. Pastda obuna bo'lish knopkasi turibdi. Bossanglar, tagidan 5 ta kanal chiqadi. 6 ta, ya'ni hammasiga bittadan obuna bosinglar, sizlardan nima ketadi? Sizlar uchun cho'tki videolar chiqadi. Udar kontentlar chiqadi. Sizlarning vaqtingiz chog' o'tadi, lekin sizlarga hayronman nimaga obuna bo'lmaysizlar. Eng muhimi videoni oxirigacha kuzatinglar, like bosib. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Короче, videoni boshladik, jigarlar. Lekin hech qachon unutmanglar kanalga obuna bo'lishni. Bu narsalar qayerdan kelib aytgancha yangi yilga zakaz qilgan narsalarim kelgandi, uyimga olib kelib qo'ygandim. Endi hali yangi yilga 1 oy bor. Mayli, 1 oy bo'lsa ham, lekin olib qo'ygandim. Bugun polizda ishlashim kerak, biroz daraxt olib kelishim kerak va biroz tosh ham olib kelishim kerak. Yer bilmadim. Yangi yilga tayyorgarlik, короче. Archa olib kelishim kerak, qayerdandir archa topmasak bo'lmaydi. Lekin bilmadim, archa qayerdan olsam bo'ladi. Telegramda balki qanaqadir archa sotadigan kanal yoki qanaqadir boshqa. Yangi yil buyumlari degan kanal bor ekan. Archaning narxi namcha qimmat. Kerak emas menga. Unaqa archalar olib turmayman, короче. O'rmonga chiqaman, bitta uraman, tars tayyor. Bratanlar qaranglar o'tirishini. Dayte bugun polizda ishlashim kerak biroz. Stop. Nima meni qo'shnim eshikni derazalarimni taxta bilan qoqib tashladi, bilmadim. Balki qanaqadir sovuq kirsa o'rtasini ochiq qilib qoqmasa kerak. Derazadan ham o'tmaydi sovuq. Bilmadim, balki qanaqadir, balki nimadir. Короче, nimadir bo'lgan. Menga nima qizig'i bor? Короче, uyni nimagadir yashirib qo'ygan. Balki nimadandir himoyalamoqchi bo'lgandir, balki tarakanlar bosib olmoqchidir uyini. Bilmadim. Может, endi chivinlar bosib olmoqchi bo'lgandir, nimadir bosib olmoqchi bo'lgandir. Balki o'zini uyini bosib olmoqchi bo'lgandir. Bilmayman, короче, nima qilsa qilaversin. Menga nima qizig'i, menga zarar tegmayapti, bo'ldik. Endi ba'zilar shunaqa, qush zarar tegmasa ham bor teginish to'laydi. Orqadagi derazalarni yopib tashlabdi. Bu g'alati, nimadir g'alati. Beri sabzi tushibdi. Baribir men qiziqib ketyapman, to'g'risini aytsam. Tak ekamiz, bu yerga kartoshka ekamiz, sabzi kartoshka joyini almashtirib ekamiz, shudgor qilib, cho'tki qilib, sizlarga mana shunaqa ekishni maslahat beraman. Kartoshkani sabzi ekmoqchi bo'lgan joyimga ekib yubordim. Tak sizlardan mana shuni tez ekib olasizlar, Tak mana bunaqa tez ekib olasizlar. Tugab qoldi. Unaqa tez ekib olasizlar. Bilmadim, endi sizlar qanaqa tezlikda ekasizlar, bilmadim, kommentariy yozib qoldiringlar. Menimcha hammasi cho'tki, normal. Endi aytganimdek bor, tosh, ko'mir hamda daraxt olib kelishim kerak, lekin menga mana bu uyni bunaqaligi biroz qiziq tuyulyapti. Lekin nimaga bunaqaligini to'g'risini aytsam bilmayman. Polizimdagi narsalarni joylashtirib olay, hozir o'rmonga chiqib kelaman. Daraxt olib kelishga va shaxtaga tushib kelaman, tosh olib kelishga. To'g'risi meni qiziqtiryapti mana bu uyni eshigi bunaqa bo'lib qolgani. Bilmadim nimaga unaqa bo'lib qolgani, o'zim ham bilmayapman. Balki qanaqadir sir bordir yoki Hoy, nima qilyapsan? To'xta, joyida. joyimda turibman-ku. To'xta, kirma, bu uyga kirish mumkin emas, tushundingmi? Meni uyimga kirma. Bu yerda yashirin narsalarim bor. Yo'qol, kirma, tushundingmi? Kirma, kirsang ko'rasan, o'ldiraman seni. Tushundingmi? Yo'qmi, tez yo'qmi. Men ketdim, короче.
Nima deb tashadi hozir? Kirma, yo'qol, ko'zim ko'rmaydi. Qilib tashadimi? What the? 3 sekundda hamma narsani gapirib, butun umrini gapirib berdim 3 sekundda. Tushunmay qoldim. Pauza ham qilma, nafas ham olmadi. Umridagi hamma nafasini bittada ishlatib qo'ydimi? Qayerga yo'q bo'lib qolganiga ham men hayronman. Mana shu yerdan yugurib keldi-yu, mana shu yoqqa qarab yugurib qaytib ketdi. Varr etib keldi-da, varr etib ketdi. Voy, g'alati-ku, mayli. Men bor daraxtni o'tib kelay, lekin men vobshe interesni tuyulyapti. Hamma joyni yopib tashlagan. G'alati, kirma deydi yana. Ya, kirsammikin? Kirma dedi-ku, nima qilaman kirib. Lekin vobshe qiziqib ketyapman-da, lekin nima bo'lishi mumkin ichida? Sizlar ham qiziqib ketgan bo'lsanglar, like bo'lsanglar, kommentariya qiziqyapman deb yozib qoldiringlar. Birgalikda qiziqamiz hozir. Tayman bor, dalalarni yig'ishtirib kelay o'rmondan boshqasi yo'q. Toshlarimni, ko'mirlarni yig'ishtirib olishim kerak. Endi qishga g'amlash kerak, yangi yilga bilmayman nimaga menga daraxt kerak, o'zim ham bilmayman. Yangi yilga zo'r ovqatlar tayyorlash kerak, chunki yangi yil ham oddiy kun, lekin bir yilda bir marta qanaqadir odam mazza qilib yashash uchun kurashish kerak, lekin baribir yangi yil oddiy kun. Undan ko'ra o'zimizda milliy bayramlarimiz bor. Navruz bor, Qurbon hayiti, Ramazon hayiti degan bayramlarimiz bor. O'shalarni nishonlash kerak, lekin yangi yil nima desam ekan? Yil sarhisobi. Ya'ni bir yilda nimalar qilganingizni, nima ishlar qilib, nima loy ishlar qilganingizni yozib ketishingiz mumkin. Eslashingiz va ularni to'g'rilash yoki yangicha hayot kechirishni rejalashtirishingiz mumkin. O'shaning uchun yangicha kun deymiz, qanaqadir yangicha bayramda u, o'zgacha shukuh beradigan bayram. Sizlarga yangi yil yoqadimi, yo'qmi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yangi yil o'zi menga yoqadi, unchalik emas, lekin normal yoqadi. Tak shaxtaga ham tushib chiqish kerak. Mana shu baribir meni o'ylantiryapti. Nimaga bunaqa? Nimaga? Hozir ko'raman, qarochi. Toshlamni olay, bo'lgan shu kirib ko'raman. Vo, temir, kakras temir kerak edi menga. 180 ming tonna temir chiqmadi-yu, lekin bir ikkita temir chiqdi. Olamiz. Всё, normal. Tosh olamiz 18 ta, 20 ta. Nima qilasan toshda desanglar, o'zim ham bilmayman nima qilishimni. Olib borib qo'ya qolay, kerak yo'q qolsa ishlataman. Do'kon qursammikan qishloqda? Nima deysizlar? Do'kon qurib biznes qilish kerak, soqqa qilish kerak, kelajakda o'ylash kerak. Xotin bola chaqa deganlik uylanmayapman, lekin o'ylayapman. Ko'ryapsizlarmi? 21 ta, 22 ta qilay, juft bo'lsin, chizamiz uyga qarab. 5 ta temir olganman. Ko'mir ham kerak edi-yu. Ko'mir mana bu yerda olsam bo'laman bu yerda, lekin baribir mana shu uy meni vobshe o'ylantiryapti. Nimaga bunaqa qilib tashlagan hozir kiramiz, to'xtanglar. Men umuman qiziq yo'q. Qo'shnim kirma dedimi? Kiraman, qarochi. Kirma desa deyorsiz, bemalol. Menga umuman unaqa taqiq qo'ya olmaydi. Kim bo'pti men taqiq qo'yadigan darajada? Hech kim emas u men uchun qo'shnim. Tak, nechta ko'mir olsa yetadi? Menimcha 10 ta olsa normal. Temir 5 ta temirni pishirishga 10 ta yetadi. Uni chiroq yasashim kerak bir ikkita. Nima desanglar? Nima yasalar chiroq? Atrofda yorish shundan kanishni. Tak. Hozir bu narsalarni shuni qo'yaman-da, borib qo'shnimni uyiga kiraman, qarochi. Onasini emsin. Bilmayman uyda nimasi bor, hayronman. Tak, qo'ydim. Taporda bo'lish kerak, chunki ana joyni ochish uchun bizga tapor kerak. Tak, qanday kirsam bo'ladi bu yerga? Qanday kirsam bo'ladi? Bilmayman. Olib tashlash kerak, lekin mixlab tashlagan qanday olaman? Tak, qanday ochsak bo'ladi? Buni ochish problema bo'lyapti-da men uchun. Voy, nima qilyapsan? Men senga nima dedim hozir? Chiqolmayapman. Voy, men senga nima dedim? Kirma dedim, uyimga tez yo'qol dedim. Men senga kirma tez. Yo'qol, meni ko'zimga ko'rinma. Uyimda ichida bari sirli narsalar bor. Iltimos, bu yoqqa kirma, yo'qol. Asabimni buzmang. Men ketdim, qarochi, hozir kelaman. Kirgan bo'lsang o'ldiraman. Tushundingmi? Men ketdim. Voy, dod, bu super tezlikda, afrosiyop tezligida gapirib tashladimi? Miyam hozir analiz qilyapti. Bu nima gapirdi ekan? Tez degan yo'q. Kirma degan joyini tushunib qoldim-da. Bu hozir super tezlikda soniyasiga 120 mingta so'z gapirib ketdimi? Bilmadim, nima qarochi, nima qiziq bor. Kirma degan bilan va oldim. O narsani chekkara qo'yib qo'yman. Mana shu yoqqa qoqib qo'yay, paka cho'tki turibdi. Tak ochamiz va wow! Dahshat-ku! Batman. Mana nima edi? Buni bilmadim. Mana Batman. Mana nimaligini bilsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Wow! Qorba bori qaranglar. Uy, sabzisi bor ekan, sabzisini yemayman. Wow, mana eshikka osiladigan narsani devorga osib qo'yibdi. Voy, garang. Mana narsalar yeydigan narsamidi? Sovg'alar. Hali yangi yilga 1 oy bor, bu tenda yangi yil nishonlayaptimi? Chiroqlar osib tashlagan, buni qaranglar. Voy, jinnimi? Nima bunaqa yashirgan bu narsalarni? Mana bunaqa narsasi bor ekan, bu nima edi, qarochi? Nima edi? Nomini bilmayman, qarochi. Sandiq ochilar ekan. Mana ular muallaq qolib ketdimi? Voy, jinnimi? Shu narsalar yashiryaptimi?
Va, mana shamlarni qaranglar. O, mana bu yerda Yangi yildan zaram qilgan ekan. Nimasini buni yashirdi? Menimcha bizga surpriz qilmoqchi bo'lganmi? Wow, dahshat qilib tashlagan lekin mana Qorbobo mani bo'yimdan balandmi? Voy, mendan katta ekan, qaranglar. Qaysi birimiz baland? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menimcha men balandman, chunki mana uni shlapasi bor, baland qilib ko'rsatyapti. Men ham shlapa kiysam bundan baland bo'lib ketaman aniq. Lekin buni nimasini yashirgan men tushunmadim. Obbo, shunaqa go'zallikni ham yashiradimi? Sabzisini qaranglar. Voy, dahshat bor shu Yangi yilda. O nimasini yashirgan bu jinnimi? Mayli, qaytarib joyiga qo'yib qo'yay, kelib yana yig'lamasin. Lekin hayronman, nimaga bunaqa qilgan? Eshik ochilib qoldi-ku. To'xtanglar, eshikni yopamiz. To'xtanglar. Nima bunaqa bo'ldi bu? To'xtanglar. Ana bo'ldi, всё. Bilmaslik kerak, ana kelib yana menga ozmalarga 3 soat leksiya o'qiydi ekan, nima deganini o'ylanib bir oy uxlay olmay nima deganini o'ylab yotaman. Polis cho'tka. Voy, nimasini yashiradi Yangi yilga? Bunaqa bezatganni. Menda ham bor uyimda bezatishga narsa olib kelganman. Hozirlar ko'rsaman, lekin unchalik ko'p narsa emas. Bitta archacha, bitta bunaqa, bitta unaqa indian degan. Bu короче haykalcha. Bu haykalchani mana yerga qo'yaman, lekin bor yo'qligi bilinmaydi. Buni bu yerga qo'ymaslik kerak shu uchun. Bu chappa qo'yibman ekanda. Chappa qo'yganim uchun bilinmagan ekan. Tak, mana всё. Ana endi qani? Baribir bilinmasa, mayli turib tursin. Yangi yilga qo'yiladigan archacha, chiroyli, kichkinagina. Mana bu eshikni ortiga qo'yiladigan narsa, ona qilib qo'yib qo'yiladi. Ko'rdinglarmi? Eshik yopamiz. Kirib chiqsa bo'ladimi? Bemalol, ko'ryapsizlarmi? Juda o'ta go'zal narsa. U tentak devoriga qo'yib qo'yibdi. Hozir Yangi yil boshlamadik, olib qo'yay bu narsani. Короче, jigarlar, kanalga tez obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Sizlarni men addushi hurmat qilaman. Sizlarni men addushi hurmat qilgan holatda kanalimga tez obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi yil kelsa sizlar uchun ajoyib sovg'alarim bor. Ya'ni Qorbobo uylaringga bor sovg'a berib kelaman. Kanalga obuna bo'linglar. Всё, normal, cho'tka hammasi.